Tabiatda shunday jonzotlar borki, ular nafaqat yashash uchun, balki kelajak avlodi uchun ham mukammal muhandislik namunalarini yaratadilar. Videodagi loy arilar buning yorqin isboti. Loydan uya. Bu ari nam loy yoki balchiqdan mayda sharchalar yasab, ularni bir-biriga yopishtirib, ko'za shaklida uya quradi. Zaxira ozuqasi. Loy ari uy ichiga falajlangan o'rgimchaklarni to'playdi. Bu o'rgimchaklar o'lmagan, lekin harakatlana ham olmaydi. Ular kelajakda tuxumdan chiqadigan lichinkalar uchun tirik konserva vazifasini o'taydi. Fidoyilik. Onalik instinkti bilan uya ichiga ozuqa qo'yib, tuxum tashlagach, ari uyaning og'zini loy bilan mahkam berkitadi va bolasini taqdir ixtiyoriga topshirib ketadi. Bu mittigina jonzotga loydan qanday qilib suv o'tmaydigan va pishiq uya qurishni, lichinkasi uchun ozuqa tayyorlashni ham o'rgatgan kim? Bu yaratganning har bir maxluqotga bergan ilhomi va hikmatidir. Hech qanday muhandislik maktabini ko'rmagan ari loyni kerakli miqdordagi so'lak bilan aralashtirib, eng chidamli betonni hosil qiladi. Ba'zi insonlar borki, ular ham xuddi shu ari kabi jimlikda, shovqin suronlarsiz o'z ishini, oilasi va farzandlari kelajagi uchun poydevorini barpo etadilar. Ari o'z bolasini ko'rmasligi mumkin, lekin u uchun barcha sharoitini yaratib beradi. Ba'zan biz oddiy hasharot deb qaraydigan jonzotlar orqali hayvonotning naqadar buyuk tartib va mas'uliyat ustiga qurilganini ko'rishimiz mumkin, azizlar. Har biringizni kasbkoringizga baraka bersin. Sog', salomat bo'linglar.